Bo'stonliq tumani Azatbash poskayini pastida Shirin olma bog'i degan dacha mahalla bor. Mana 52-xonadon. Shu dacha sotiladi. Hujjatida 6 sotuq, sal qo'shilgan yerlari ham bor. Pastda qanchigi bor. Tekis hovli ko'ringlar. 2 qavatdan iborat dachalari. Bog'larni ko'ringlar. Azelinalarini ham chiroyli qilib qo'yishibdi. Hovlisi katta. Bu dachani kimga mana shu joy ma'qul bo'lsa, yoqqan bo'lsa, egalari nomerini qoldiraman, telefon qilasizlar. Mana hovlilari 2 qavatli uy, mana shu to'g'rida joylashgan. Bu yoqda balkon bor va uni orqasida 2 ta uylari bor. Basenlari kraskali basen. Suvlari lekin tez to'ladi. Tez tashasa bo'ladi. Shu suvlarni bular qanchikka tashiydilar. Bu yoqda o'tiradigan joylar. Mana tennis, televizor qo'yib qo'yishgan. Mana qanchiklari pastda joylashgan. Mana stullarni shu yerga qo'yib qo'yishgan. Shu yerda maza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Tapchan, 2 ta tapchan va stullar qo'yilgan. Oshxonalari mana ko'chadagi oshxona. Bu dachada ichkarida ham oshxonalari bor hozir. Ko'rsataman. Narxini 100 ming deb aytdilar. Yana kelishadigan joyi bor dedilar. O'zingizlar telefon qilasizlar, nomerlarni qoldirsam kelishib olasizlar. Mana shunaqa daraxtlarni ekib qo'ygan ekanlar. Ko'ringlar, hozir sirazi 2-qavatiga chiqamiz. Dachaning ichida saunalari bor. Hamma sharoitlarni qilib qo'yishgan. Bu yoqda kiraverishda dushlar qilingan. Dachada отопленияsi gazli. Turba radiator tashalgan polniy dachada. Hamma yog'i 1-2-qavat isiydi. Mana hovlisi. 2-qavatdan ko'rinishi. Bu yoqda xona. 2 ta xona bor. Bitta zal, 2 ta yotoqxona joylashgan. Mana xonalari. Sotib olsanglar, o'zingizlar xohlagancha proyekt qilib remont qilib olasizlar. Отоплениyalarni shunaqa turbada tashalgan. Dachani 1-qavatiga kiramiz. Mana. Mana bu yoqda parkovka qismi. Ko'chada ham dush tualetlari shu yerda bor. 1-qavatiga kiramiz. Egalarining o'zlari shu yerda. Bu yerda oshxona sifatida foydalanishgan. Oshxonalari, televizor bu yoqda. Shahlo opa, qancha qilib berasiz endi? Endi shu 95 deyapmiz. 95 mi? Ha. Telefon qilsanglar kelishtirib beradilar. Kimga ma'qul kelsa kelishtirib beradilar. Xonalari ko'p lekin rosa pastda. Bu yoqda ham xona, naryoqda ham xona bor. Ha, bu yoqda ham 2 xona bor. 2 ta xona bor ekan. Bu yoqda ham, bu yoqda mana xona. Bu yoqda ham sanuzel dush tualetlari shu yerda bor. Yo'qsa, yo'qolmas. Mana saunaga kiraverish. Bu yoqda ham dush bor ekan. Mana shu yerda sauna joylashgan. Ko'rishga kelsanglar, ko'z bilan mana bu ko'rgan boshqacha, kamerada boshqacha chiqishi mumkin. Ko'z bilan ko'rganda boshqacharoq bo'ladi. Hovlilari katta. Xullas, telefon qilinglar, egalari kelishtirib qilib beradilar.
nomerlarni qoldiraman.